Assalomu alaykum, hurmatli bizni tinglab borayotgan obunachilarimiz. Sizlar bilan yana men Doktor Tohir, Doktor Toha. Bugun 2 fevral dushanba kunimiz xayrli va barakatli o'tsin. Bugungi mavzuyimizda biz sizlar bilan homilador ayollarda 2 trimestrda tekshiriladigan tekshiruv usullari va laborator tekshiruvlardan qon analizi uchun qaysi moddalar, qaysi gormonlar, qaysi oqsillar tekshirilishi haqida suhbat o'tkazamiz. O'tgangi ma'ruzamizda HGC gormoni va PAP oqsili haqida suhbat o'tkazgan edik. Bugungi ma'ruzamizni asosiy yo'naltirilgan mavzusi homilador ayollarda AFP oqsili haqida so'z yuritamiz. AFP oqsili o'zi nima? Organizmda qachon paydo bo'ladi? Normada kimlarda bo'ladi, kimlarda bo'lmaydi va nima uchun, nima maqsadda tekshiriladi? Shu haqida so'z yuritamiz. AFP degani bu homilador ayollardagi chaqaloqlarni sariq xaltachasi va jigarida ishlab chiqariladigan oqsil moddasi hisoblanadi. Ya'ni uni yoyilmasi alfa fetoprotein deyiladi. Ya'ni AFP, alfa fetoprotein. Bu oqsil modda bo'lib, normada homilador bo'lmagan ayollarda, ya'ni homiladorligi yo'q ayollarda va erkaklarda normada aniqlanmaydi. Ya'ni juda ham past darajada bo'ladi yoki normada aniqlanmaydi. Endi homilador bo'lganda homiladorlarni chaqaloqlarni jigarida mana shu alfa fetoprotein degan oqsil ishlab chiqarilishni boshlaydi. Buni tekshirishdan maqsad nima? Buni tekshirishdan maqsad savol. Nima sababdan bu tekshiriladi? Bu chaqaloqlarni, homiladorlarni 2-trimestrda skrining tekshiruvini bitta bo'lagi hisoblanadi. Ya'ni 2-skrining tekshiruvi 18-22 hafta oralig'ida tekshiriladi. Bu tekshiruvda birinchi oddiy UZI tekshiruvi o'tkaziladi. Ikkinchida navbatda AFP oqsili bilan estriol degan gormon tekshiriladi. Bugungi mavzuyimiz AFP oqsili haqida bo'ladi. Keyingi ma'ruzamizda esa estriol haqida ma'ruzalarimizni davom ettiramiz. Endi yana aniq tushuntirib boraman. Hozirgi aytgan oqsil modda AFP, alfa fetoprotein normada homilador bo'lmagan ayollarda, ya'ni homiladorlik yo'q ayollarda va erkaklarda normada juda ham kam miqdorda bo'ladi yoki aniqlanmaydi. Endi mana shu normada homiladorligi yo'q ayollarda va erkaklarda buni aniqlash nima uchun kerak? Bu normadan baland chiqsa, organizmda, jigarda o'sma kasalliklari rivojlanishini belgilarini bildiradi va ayollarni tuxum hujayralarida, erkaklarni moyaklarida, ya'ni
urug' jinsiy hujayralarida o'simtalar rivojlanishini bildiradi. Shuning uchun homiladorligi yo'q ayollarda va erkaklarda buni tekshirishdan maqsad jigarida va jinsiy to'qimalarida, jinsiy tuxumdonlar, ayollarda tuxumdonlarida va erkaklarda urug'donlarida rivojlanishi mumkin bo'lgan o'sma kasalliklari, rak kasalliklarini aniqlash uchun tekshiriladi. Ya'ni meditsina tilida, tibbiyotda onkomarkerlar deb ataladi.